Salam sevimli dostlar, yaxşımısınızlar? Körüvatqanlar Şinjan Mısran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailem programısı. Ben program riyasetçisi Tlıraba Ablis. Programımızı Şinjan Tlıraba Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi Çömülü Balla Yürüyüş Məslatları, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Merkezi, Şinjan Önüm Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi birleşip işleyen. Programımız yana Şinjan Al-Xumar Məbləğ Seliş Çeklik Şirketi ve Şinjan Abide Biyo Pentexnik Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Sevimli dostlar, her san programımızda ailelerimizden ümit çırqı bolğan balalarımız üçün her saha, her kasıtda natija qazangan kişilerimiz bilan birlikte ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi ajoyib qiziqarli hikoyalarga quloq solyapmiz. Hamda o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonidagi nurg'ulg'an savollarimizga javob topyapmiz. Her san programımızda yana alayda taklif bilan Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Merkezi'den qatnashib kelayotgan Muborak muallimga alayda rahmatimizni bildiramiz. Xush kelibsiz muallim. Rahmat. Undaqda bugungi programımızda taklif qilgan suyimlik aile a'zolari zodi kimdi? Ekran orqali birlikda ko'rib baqaylik. Diyorimizda keng xalq ommasining yaxshi ko'rishi ham qo'llashiga erishgan talantli musiqa ijodiyatchisi İpek Yolu Sadasi Abdullah Seknas'ın yardımcı ustazi Yağmur, Sana Aşıqman qatarlıq lirik ve yürek yakın nakşları bilen Kvi Şeydaları kalbide tegişli hürmetke ega istiqballıq sanat yulduzi Keremcan Muhammed Ali ve onun aildekileri. Buldu sevimli dostlar, bugün programımızda taklif qilgan sevimli aile a'zolarimiz bilan bir tanışıp chiqaylik. Qarshi olamiz. Yaxshimisiz? Undaq bo'lsa, ekran oldidagi do'stlarga bir chiroyli salomlarni yo'llab olamsizlar. Albatta. Ekran oldidagi do'stlar yaxshimisizlar? Qanday ahvolinglar? Keremcan Mehmet Ali ve Keremcan Mehmet Ali ailesidan sizlarga o'tliq salom bo'lsin. Bu yoq mening ayolim Marhaba Baxtiyor, mening cho'ng qizim Shahnaz Kerem, kichik qizim Dilnaz Kerem. Yaxshimisizlar? Umaqlar. Qancha yosh farq qildi? Cho'ngi 10 yosh kirdi, kichigi 6 yosh kirdi. 4 yoshlik farq qilganda. Pek yaxshi oldu. Demek ki dadısı icadiyat bilen, nurgulgan faaliyetler bilen, oyun qo'yishlar bilen bek aldırış bo'lgan ekanmish. Baldım qanday qilib 7 yosh kirib ketgandan bilamay qolmoqchiman garaba. Mening kallamda bu ikkisidan shu 10 yosh bilan 6 yosh ketib qilliqliq. Amaliyotda bu 7 kiribdi. Bu 11 kirdi shu. Ishga qolmay. Demek kendi davamlıq aldırış, haqcan, nurgulgan icadiyat, özünki xizmatları, faaliyetleri, ki sahindeki, özünün MTV surat aldırgan işleri degende xizmatlar bilen tazı uyda jıq bo'lib bulamaydigan o'xshaydi. Bugün balalarning 7 yosh kirgandan bilamay qoldik. Shunama merhaba. Ama balalarning yaşı nisbatan balkim avvalgi damalliqqa tez inkas qilgan bo'lishi mumkin, lekin Keremninki uyda turish nimasi jıq erlarniki qaraganda aksidamdi. Çünkü mening xizmatim aldırış uchun men asosiy qatlanib ishlayman. Şuna ameliyatta balla üst bitilish jarayonida ko'pincha o'g'ini Kerem. Men ko'p vaqtlarda shu neyba. İdarada xizmat ustida shu bolalarni shu ustun ayrilmay turib, bolalarni uyga xotirjam qo'yib qo'yishning sababi Kerem bor. Proşulgumu var. Yo'q, bu amdiliqi bu yangi gana, yangi ana bo'lgan anlar nisbatan xotirjam qo'yib chiqitish degan narsa uchun bek cho'ng bir anchongan bexatarlik tuyg'usi beradigan bir odam bo'lmasa, unda xotirjam tashlab qo'yib chiqatgil bo'lmaydi-ku. Bir soat chiqsa chiqasimi, ilqi balasi yig'lab ketpaganda, qulquning tuyida og'linib ketpagan, uyg'unib ketpagan, ilqi yerni mehnat qilib ketpagan degandek bir muncha g'amandishlar odamni chulg'ib oldi. Shunda vaqtda xotirjam Keremga qo'yib ketaldi degan gap Kerem. Bek balani beqishda ipi bor ekanda. İpim bor bo'lib ketdi-ku. Hamda birse buning xizmati, ayolimning xizmati japarliq, aldirash, mas'ul bo'lmaydigan ishlar jiq. Tuzum ostida, 8 soat tuzum ostida. Mening ishim erkin azadroq bo'lganligi uchun shu chaqda men ishxonamni uyda qilib oldim. Shu cho'ng qizim 4 oylik bo'lgan vaqtidan boshlab xizmatga mangdi. Men shu uyda musiqa ishlayman. Bu qizim bak o'maq endi. Kichigidan Üzerime küçük balık amrak kemençe. Onun üstüge dada kız balığa bakarak amrak oldu. Peyğim amrak oldu. Şuna bir şey demiş kızımla baktım ki bu çoğun oldu. Bu balığın aslında pəpilep çoğun kılıp bağan sır üzerime balı bir kışkımı ısıtıp gittim.
Onun keyinden bu ballarımı künde şahsen bir qatim bir dostumuzdan ayali merhaba telefon qildi. Balı qizib ketib bordi. Balı qizib ketib bordi. O'yinim bo'lganda deyotgan deb ikkimiz sirt ketayotganda mundaq tushunibdi chish desam shu qarab baqing degan yana ezib unutdik. Balı qizib. Shu darajada bilib ketibdi men u vaqtda. Keyin mana cho'ng qilib oldik degaman. 4 oylik degan bek kichik kamda nurg'un dadalar bir qo'liga ilib ko'tirishdim ansiraydigan bir vaqtlarga. Endi sizga mushtaballa mustaqil qolgan vaqt siz eng qiynalgan bir ish bormi? Masalan siz faqat esimdan chiqmaydi bir qitim munda bo'lgandi deydigan bir hikoya bormi? Eng qiynalgan ish beshikda o'rtishga Ama ustelik bizning uydagi beshiklarga cho'nglar uyimdan yog'chilik qilganda bek eg'ir beshikchi. Mo'sh bolni sap qo'ygan bo'lsangiz, uning tigi cho'nglar sap berganligi ko'p va u bu narsalar chiqib bir odamning ko'tarib olmag'i bek tez beshikmi. Shunday eg'ir beshik bir. Ha. Ashini shu bir qildik. Men bu beshik tengishga oxir xuma olib qoldim. Ay o'zingiz tag'in. O men tag'im. Men tag'im bularni. Ay men yaxshi bu qizimni yeyishma o'milab o'ynaydi yoki nim qildi da o'ynab yotadi-ku kichik bolam 4-5 oylik vaqtlarda. Shundan tengish kerak bo'lgan vaqtda ko'ziga munda qarasam buning bir uyqusi bor. Sütini ichib bo'ldi, ichib bo'lgandan keyin qarasam bir uyqusi bor, qarab qolgan bo'lib ketgan. Uxlar shundan vash qatlab degan putlarini o'ngishib, ashaq tang'ilgan bo'lib ketgan. Mundaq desak, bizning ota-onalarimiz jiq beqishpadi albatta. Ayolimning opasi, mening opam teni salomat. Hanim bo'lsa, har ishga aziz onamizning tan salomatligi yaxshi. Hamda bizning shu manqab qolgan vaqtlarimiz bekçik emas. Belki şu 4 aydan başlap düşse hazır anlayıcılarımızın kallasiga, görürmenlerinin kallasiga o 4 aydan başlap dadısılan baksa dep. Bunda öyle qilish mumkin. Unda emas. 4 aydan başlap bu aldraşıp ketkenken şu bala ata-onamiz bizga qarshi bermagan vaqtning o'zida manqab qoladi. Men bilan. Mening ko'z oldimga nim keldi desa, baya ishxonni uyda qurib oldim dedi-ku. Bir qo'ldan not tavratgan, bir qo'ldan beshik tavratgan. Keramjon kelyapti, ashlanadi ya. Shu hamdayliqi bir kuni bir xaridarim kelib uyga, og'inamdi u, naqsdan og'ili kelib. Qarasa, shu vaqtda mening opammo bir tuqqanlarning bir to'yi bilan, ya bir ish bilan bir yerga ketib qolgan. Bularning bizning cho'nglar borganda emasmi? Ana bo'lgandan keyin bu qizim naq mana shu bir haftada qolib qoldi. Shu vaqtning o'zida naqsdan og'ili kelib, bir vaqtdan tayyorlayaptim. Ana anglab beqilgan naqsdan. Bir vaqtdan qilyaptim. Bu qizim ashta. Kech-kechlab men ko'tarib oldim. Kunduzi apis ko'proq qaraydi. Lekin uxlayolmasam, "Keram, uxlamadi" deb beshida normal. Uxlamagan sir tergib, "Uxlamadi bu" deb. Götürüp müştaq qilib, tasqatdan kallasını çayqab işlemek qilib. Başta qilatdim-da. Keyin menmo bilan uxlatish qustib ketgan. Asta-asta cho'nglarni ko'proq vaqt chiqarib qarashib berdi. Keyin bu bolalarimizni shu cho'ng qilib oldik. Hozir mana shunda yaxshi shu uydamda. Ya'ni bir narsa sizlarga deb birdig'inim. Mening amra bo'lish vaqtim bolalarga. Opsidan chiq. Men o'zim ishengan holda diyelim bu kızım 10 yaşını açtı. Bu kızım hazır 7 yaş kirdi. Bu ikisinin hayatı da men bilen to'g'an vaqt en ko'p. Bunun ta'siri qanday bo'ldi desiniz? Her ikisi opis bilan birga to'g'an vaqtni bek qadrlaydi. Men bag'o qachon qarsa, to'g'an keyin bular opis bilan bo'lgan vaqtini bek qadrlaydigan bir holat shakllandi. Endi cho'ng bo'lgandan keyin apsımı xizmetini ancha-muncha vaqtim tanishab, o'zini o'ngshab, bolalar imkonini yetishcha ko'proq hamroh bo'lib, charchab ketdim, men charchab ketdim demay, hamroh bo'lgandan keyin hozir shu yaqin 1 yil bo'lib qoldi-ku deyman. Sal bularning psixikasi tamponlashdi. Bo'lmasa, dada bo'ldi siz niyat turing, opam bilan deb mana deydigan bo'lgan bolalar edi bu. Nimishqa? Men chiqib baqqanligim uchun. Bunda bo'ldi ki bunu. Siz hozir men büyük tarafimda nurg'adamdan kalkılık hozir büyükten bundaq mı qo'ysangiz to'g'rilanishidi-ku. Unda emas o bizning büyükçülüğü ço'qin bir odam ishtirishimiz kerak uni. Ana keyin uning jippiligi bu
bizningki öykü çoğunlarına konak beş konak jipini mundaq atılırıp çiğdin tatıp ekan hazırki pazarga çünkü belki Kerem hazır büşük tayyordu desek nurgun körülmeler oylaş mümkün hazırki pazarga büşükler siz bir iştirip koysanızlar o toxtumaylık yanışıydı lekin bizning öydikisi hem de çoğunlarlıqı konu büşük yaxşı dep çoğunlar akapaygan büşük olğanlıq üçün oylıqı yağışını uyup çıqargan büşük üçün onun jipini siz üstünden atıldırıp astidan bir atıldırıp çiğsiz yaxşı çiğgelmişsiniz yeşil çıktı bol kiti çıktı da men pek tuttum paran onu pek çiğsiraq dedim men çiğemeyme çeksem bu küçük olğandan keyin tipli birdemdeki tutulur ayaqqa qo'llarıma yaqıldı da şundan onu çoqum aşı buradan lınşıp turuş kerak şundan bizning uyda ko'p vaqtlarda qaysi xil ko'rinishda desangiz men ishdan kelgan vaqtda Kerem müzik saatkan, lekin putu büşükte. Kolu cempende, putu büşükte. Büşükte. Bunu açlaydı. Hatta bir vaqtda bir do'sti kirib qana degansiniz, o qarab o günü men bu sutni tanishib bo'libman, bu büşükni chigitibga yilqi büşük jipni aka bunda chigdigan bo'lgandan keyin og'insbek hayron qolibdi. Qo'lga shunda ustida top degan ekan. Turkda Keremjon tomoqnim o'xshitib etdi. Shuni ko'ngilga ekspga bundan keyin bo'lmasa azaldan tomoq atmaydi-chi, shuni tunda ko'ngilga ekspga men mustaq. Shunga etadigan bo'lib qoldi. Uning kim etkilonimidan ben? Shu mezgillardan bayam Kerem degandek cho'nglarni qarashdi, lekin bizning o'riyani boshqa urug' tuqqanlar bo'lganligi uchun Keremning inisi to'yib qopdi, keyin balliq bo'ldi. Ham cho'nglarligi ma ballar sal qo'ldan chiqqandan keyin yangi bo'voqqa atlandi ekan. Shu balınınki öyle qoldigan vaqtda jo'qib ketdi. Ondan keyin ayni vaqtda keyin shu kichik qizim to'polgandan keyin mening xizmat o'rnimning xarakteri Oldrash keçilik isminde çokum turuşqa lazım bo'lgan qundigan ish 3 kunda bir bo'lib ketdi-chu. Çokum turishimiz kerak. Shundan men bir haftaning ichida 2 kun idarada yo'q. Atdigan kessam keçilik isminden tushib, atisi kechda 5 tushib kelman. Ondan keyin men yangi taraqqatran ishlagandan keyin men 5 dan tushib uy kelib bo'lguncha u odatda kesat shunjan vaqtda 7 o'tib ketadi. 7 o'tib ketgan keyin bu balla asosiyatdan bir qurish qilib qo'sqi tuyib qildigan ishlarning hammasi shu keramli qoldi. Patatisiz Kerem. Lekin shunday yaxshi ishlardan o'tib ketgan ishlar deyishadiganmiz deyman-da. Lekin mencha bundoq bo'ldi. Keremniki nimishga shundoq lirik, astan naqshlarni jiqroq ijod qilganligini bildim. Chunki balningda To'shni ishtiq hayrat qilinmagan ekan. Balda uxlatqicha ishtiq naqshlarni aytqolmaydi emasmi? Neyse bu şunu qilmaydi. Demak, masalan, Keremning shunday yaxshi ijodiyatlari bor. Seni shunday yaxshi ko'rman degandek, masalan, mushlaqlarmi cho'qim bir mehr muhabbatni isbotlaydi emas. Men shundan o'yladim-da, demak, ballarni o'zi bir qo'l silib qarash, qizi degan dadaninki ham bir Şamiyan olsi, bir yana bir muhabbeti deydigan-da. Mushu bo'lgan muhabbatini naqshiga tekstlarga birlashtirganda onuniki mushuna bir go'zal ijodiyatlar chiqib ketganda deb o'yladim. Albatta. Bu bolalarning ko'zidan nurg'un narsani ko'rib oldi ekan. G'ay bir sirt charchab yoki bo'lmasa bir qattiq dam olish kerak. Ko'p yo'qimiz mijozimiz chechilib uy kirgan vaqtimizda ularni mana shu Qolsam kulgim keldi bolam. Shu ko'zlariga qarab, ko'zlariga qarab, ba'ziqimiz chiqib qoldi ekan. Vallahi, ballarni azroq gapini anglab baqayli ya. Sizlar uyda odatda dadamlar bilan qolgan vaqtlarda nima ishlarni qilishni bekrak yaxshi ko'rsizlar? Qanday ishlarni jiqroq qilsizlar? Nima tomog'i atdim qorong yaqinda, bu atmaydi dedi emasmi? Ha. Atma, urib unumay, oxiri faqat unumagandim shu bir qatim bu bolalar men yalnız qolib qoldim. Oldingi qatim birinchi qatimlikda opam bordi, ikkinchi qatimlikda bolalar o'zim qilib 2 kun 7 yil Bingshandagi naslar. Taya chuchurlar. 2 kun yetdi. Undan keyin Qozonbeshik o'tay deb bir ozroq tomoq yesam, nima etdim? Beshida Italiya cho'psa birtman. Bu yoq rejissorlik qildi telefonda. Sag'antim bu ikkisida da o'xshab ketibdi. Asli bu sizning qo'lingiz tatliqga degandan keyin hayajonlanib ketib, shundan keyin bir 30 kundak tomoq etib, qumab ketib oxiri. Bu yoq ishdan qaytib kelib, men aytay tomoqni yo'qni javob tatdingiz, unimay to'xtangman, manda tomoq. Deb boshdan aytdim, shunga hozir nima qilsa deb so'rasangiz,
Tamaq yeymiz degeni shu. Mening tamog'imni esida qolgandek yeydi bular. Tamaq yeyishdan boshqa, masalan, dadanglar muzika ishlarini ishlagan vaqtda sizlar endi turib anglamsizlar, olmamsizlar? Anglaymiz. Bizning vaqtimizga chiqib bilan naqsh etamiz. Bilan naqsh etisizlar. Ustiga chiqib degan yeri. Ustiga chiqib degani sizning xizmat uyingiz shunaqmi? Uyimiz, qavat uyimiz bor demakchi-da. Yo'q, ustiga Chandumay degan bor. Xizmat uyingiz bor deyman-da, muzika ishlaydigan uyingiz emas, ishxonasi ustida. Naqshlarni aytsizlar. Qaysi naqshlarni fikrak yaxshi ko'rib aytsizlar? Dadangiz aytamdi, dadangiz sizlarga tepasi, siz aytamsizlar. Dadam aytmaydi, dadam chiqmaydi. Chammayman, ishni qilmayman, o'zi aytib turdi. Sizlarga aytib berdi. Bizning uyda bunda bir programmamiz bor. Men aldirash, gay vaqtida Kerem aldirash, andan keyin to'rtimiz birga tamoq yeydigan, masalan, birga topshiriq uy ishlarini qilishdan boshqa bizning qizlar bir uyum tashkillashni yaxshi ko'rdi-ku. Masalan, ulishgan shunday qildi. O'rindiqlarni tizib, bizga maxsus qog'ozlarga biletlarni yozdi-da, bular birinchi nomer, ikkinchi nomer. Tekshirib kirgizdi. Undan keyin yeydigan deyishlarni tizib, ichimliklarni qo'yib, undan keyin biz ikkimiz o'ltiramiz. Bu ikkisi o'zlari yangidan o'rgangan naqshlar, tayyorlagan usullari yoki bo'lmasa maktabda yangidan o'rgangan bir she'rlarni deklamatsiya qilish orqali nur ko'rsatdi bizga. Tekshiruvchilarga bir nur ko'rsatdi. Maxsus riyosatchi tehi. Qaysi riyosatchilik qildi? Ikkisi bir-birisi qilib turdi. Hozir navbatda Shahnoz Keram buni Azrashi ko'rpa qaysi 现在有请克里姆麦麦提先生上台表演。 Adibeslarning orzu qilumini taklif qildi. Odatda men chiqmayman, chunki men chiqib gapirsamdan boshqa niman bo'lmagandan keyin-chi, bu uchta sessionlar eng oxiridagi kollektiv usul turkimizda Siz chiqib boshlash so'zini qilsangiz bo'ldi ekan. Boshlash so'zni qilsam o'g'li qizmay qoldi. Ma o'yin pek yaxshi. Bu o'yinning birsi oila inoqligiga albatta foydasi bor. Biz uni deb bo'ldik-ku, oldingi sonlardimi sifatlik, unumli kamera bo'lish deb. Ma o'yinning yaxshi yeri nima degan chog'da riyosatchi dadini taklif qildi. Bu chog'da dadi chiqib o'tkazaytamdi yo rosa o'yin qo'yamdi. Rosa o'yin qo'ydi. Nima ish bunday deyman degan chog'da ota-onalar mundaq deydi-chu, bolalarga tarbiya qilgan chog'da bizning orzuyimiz shu. Balam dadil bo'lgin. Muallim savol so'rasa, ishingga javob bo'lsa, to'g'ri xatoligini muallim ayirib berdi. Sen qo'l ko'tarib, chuqum javob berishing kerak. Andan sinfda atraf faoliyatlar bo'lgan chog'da kim o'yin qo'yib berdi desa, dadillik bilan o'zingni namoyanda qildigan, yumor qilib pasang bo'ldi, deklamatsiya qilib pasang bo'ldi, so'z qilib pasang bo'ldi, usul o'ynsang bo'ldi. Agar san'at jihatda bir talanting bo'lmasa, hayvonlarni do'rab pasangmi bo'ldi deb mushnaq madad beramiz. Lekin biz bir qatam bunday qilgancha ota-onalarni yig'ib, rolni almashtirib bolalarga. Unda bo'lsa, tuvandagi savolga kim javob berdi deb savol so'rasak, ota-onalarning birisi qo'l ko'tarishga petinamadi. To'g'ri. Andan biz zo'lidik. Unda bo'lsa, navbatda ma'nosini biz aylantiramiz. Kimning qo'liga tushsa, shu o'tirg'i chiqadi, sizlar ota-onalarcha xijilib, "Voy bo'ldilar ma'lum" dedi. Endi u yerda qanday ish bo'lyotdi degan chaqda biz o'zimiz dadil bo'lmay turib, qandaqsiga bolaga dadil bo'lmaymiz. Lekin mana miyada riyosatchi e'lon qildi, men o'tirg'i chiqib e'lon qilganning o'rindidim. Men harakatim orqali ulgu ko'rsatyapman degan ma'noda bek yaxshiki. Shu albatta men o'zimni to'liq sahnaga chiqadigan bo'lgan ekan, bu bolalarim alaydan bir taklif qilgan vaqtida men albatta chandumay chiqib, har xil qiziqchiliklarni qilib, naqsh etsam, naqsh etib berib, men naqshdan bekroq usul o'ynab beraman bularga. Voy dexe. Amaliyotda usul o'ynamayman. Hali bir cho'ng kechiliklardagi bir muzikalar hali yangi, hali kuchli chiqqan bir usullar bor. Do'millab keyin mundoq degan bir-birimizga erishamay Qo'llaydiganlar. Minglab. O'shanda qilgan harakatlarimizni o'ynab bersam bo'lar degan kulib qilib ketdi. Shundan bilan opsin taklif qildi. Siz qanday qilib berasiz? Har birimizning rol ayrim bo'lgan ekan. Bizning uyda u faoliyatlar faqat bir xildan o'yin qo'ydigan emas-ku, yana o'zaro bir-birimizning rolni olamiz. Masalan, bizning Shahnoz naqshdan bo'lgan ekan. Masnatga talantim bo'lmagan deydi. Buni tizim to'plash kerak-da. Masalan, gay vaqtida men Shahnozga talabni qattiq qo'ygan bo'lsam, mushkillik faoliyat qilgan vaqtimizda Shahnoz u kuni men bo'ldi, opa bo'ldi u. Men qanday qildim odatda?
va o'sha qiz bola doğraydı. Bizim doğraydı. Mesela biz qanday gap Bizim doğrayız qildik. bulan doğrayız. Biz bularni qanday doğrayız mesela. Men topshiriqchilar degan vaqtimda bular qanday ishlamaydi, qanday banalan deb batadi o'sha. Men doğraymanda men tuyuqsiz bilmaz bo'lib qolman. Men tuyuqsiz shaqmaz bo'lib qolmanda o'zi manga degan gapini qaytarib bilmayman. Bularning kaynidan biz degan gapni biz qaytarib mesela O'rnalashtirib. Mesela gay vaqtida charchab uxlaydi ketgan vaqtingizda apa sudim uyurmag'i bu yermag'i daqiqa vaqtida deb qo'yimiz-chi, buni cho'ng qizi mesela apa beshim og'radi o'zi. Bu o'ylamam beshim og'rigan uxlagan deb qo'yadi. Qiynoqsiz ishdi. Sonra qiynoqsizmi dedim, qo'yib bo'ladimi? Sonra olmas qalqimizni bu maqsadchi. Masalan, bir yerim og'ridi degan bo'lsam, o'ylamam bo'ldi. Afsun doğru. Men doğraydan keyin masalan, ha tamoqimcha tez yanglab. Mencha shunda javob etdim. Bu seni ayırmalar. Topshiriqingizni yozdingizmi? Shunda o'qishni qaram. Butun nima shu chiroy ifodasi, hatto gaqilgan shu urg'ulari, turishlari taqibchi. Shunga o'zaro bir-birimizning rolni olamiz uyda. So'ng g'oy vaqtidan keyin o'qildagi patent qilib bo'lgandan keyin ikkimiz deyishib qolamiz. Hay, ma gapni balni olib demasak bo'pti-ku. Ma gapni bundaq qilganimiz yaxshi bo'pti, yo'qmasa men degan vaqtimizda masalan chiroy ifodan texni illiq bo'lgan bo'lsa, Şahnozni doğurmaydı meni ya deb. Men ashta bo'lib ketdim-ma deb qoida shunlar. O'zaro ikkimiz bir-birimizning xatoligini tepib olamiz. Meni doğrab turgan bular. Doğrapasinchi? Doğrapasinmi hozir? Kichik doğrablasin, apa achiga qilib qoldi. Men doğrab turasiz. Dadam doğrabran uyda biz dadamizda tishitchi jiq gap qilmaydi, faqat naqshli etdi deb o'ylaymiz. Uyda bak qiziq chikan u. Sullan o'ynab, sen bak kuldirdik-a. Bir doğrabran dadamizni. Qanaqa qildi? Qizg'o. Ha, achiq doğrablasin ma'qulab, qizg'o vakalti. Men istey ishildimma deb anqiyam tilfin silib. Doyun ko'ramdi. Ya bumsiti nima qilib. Shu ishlar biz shu orqali bolalarga qaysi ishimiz qanday ta'sir ko'rsatadi bilaylik ekanmiz. Davos achchig'inglar kelib qoldigan kayfiyatni kontrol qilamagan vaqtlarni doğrab beraman. Kimning achchig'i yomon edi? Uyda kimning achchig'i yomon? Lekin ang fayziri balla yurakli qoldi deyalaydi ekan-ku. Ba'zi bolalar bundaq achchig'i yomon bo'lsa, hamda bir oilada ba'zida bir onaning yoki dadaning bak achchig'i yomon kayfiyatini kontrol qilolmaydigan bo'ladi ekan. Shu bolalar haddidan ziyod qo'rqib, biliq yurgidikini ifodalamaydi-ku. Men hozir xo'sh bo'lgan yerim kimning achchig'i yomon desa, bunda emas. Qilcha. Ana lekin bu o'yin orqali bayi merhabam dedi. Mening ba'zi bir chiroy ifodam ishib ketgan yerlarni shunda ayin do'rab berganda men o'zim ay deymadim. Demak, bolalar qo'rqmay ifodalab beralay ekan, bunda bo'ldi degan. Mushdan spek yaxshi ekan. Chunki qo'rqish, hurmatlash emas, qo'rqishga aylanib ketgan vaqtida bag'an o'zining ko'ngildagini atanisi deyamay qolsa taq chiqib qoldi ekan-ku. Hozir garchi achchig'i yomon, apsi bo'lsa-mu, lekin qo'rqmay ifodalab beraldi. Demek hem apalarının açık kelib qolgan vaqti bo'ldi, qarang. Taladimi kun yurgan, qachondir yassinib almadan yaxshimi deydigan apalarningchi uy kelganda degan açık yomon bo'lib ketgan vaqti bo'ldi. Lekin u qaysi ishga açık keldi, u açık kelgandan keyin qanday bir taraf qildi degan yerlar eng muhim. Ular ba'zi vaqirab ketib qolsin, u eng oxirida yanlar bolalarni eng yaxshi ko'rdi. Nurg'un vaqtlarda bolalarni bek yaxshi ko'rganligi uchun shu hissiyotini to'g'ri ifodalanmay açık kelib qoldi, vaqirab ketib qoldi, chechilib ketib qoldi. Shu apalarni bizmi sizlarga eng yaxshi holatda ifodalashga tirishimiz. Shu sizlar bizni ba'zida to'g'ri tushuna oladilar-da. Shu apasi achchiqlab qolgan chog'da qanday bir taraf qilsizlar? Apasi achchiqlab qilishning sababi birla. Bu uyda bizning uyda asosan achchiqlanmaydi. Apasi eng yaxshi holatini, eng go'zal holatini bizning bolalarga ko'rsatdi. Menmi shu faqat nimaga eng oqib bo'lib qolmas? Qanday qilish yuz bersa? Zo'yi. Ya, zo'yi emas, yana bor. Xonxo. Yolg'on gap. Yolg'on gap. Bizning uyda har qanday qish bo'lsa biz chiroyli bir taraf qila olamiz. Masalan, topshiriq yozmagan bo'lsa, yozmagandim dada degan bo'lsa, bular yuzing'a deyman. O'qimagan bo'lsangiz men deb berma deyman. Men muzik ishlasam, yana chiqib o'tirib yozdi dexe. Mening yanimda o'tirib yozsa, bu bilan bek qolis ichilib ketibdi-ku, ustiga men yaxshi ko'rman. Shuni bir boshqa ota-onalar tavsiya qiladigan ish ekan. Gerçi xizmatimiz qancha aldirash bo'lsa-mu, bolalarimizni aytib chinso'ng bir holat o'tirib yenimizni topshiriq qilgan. Bu nimishqi men bilan topshiriq qilishni yaxshi ko'rdi. Men bu bolamga sen
mesela matematika yoki adabiyot darsidan kulkiga aylantirib turmanchi uni. Bu da damon bilmadim, 30 chilak to'pini apirib mancha dasti gulga to'ksak, bunda bo'ladi deydi. Bolam uni qazroq o'g'it qo'shmabdimi desanlar, kuldi bizning uyda shuni bilan bu topshiriq bir kulkiga aylandi. Bunda qilaylik. Mana qo'shsak qog'ozim manchishik ekansa, uni mancha varaq xat yozib bo'lsanchik qoldirdi. Qog'ozni ko'ydirtinglar o't qo'yversak emas, ko'kisi desa ham kulkitidir. Shunda qilib chaqchaqqa aylantirib, kulkiga aylantirib, balki masalanlar buni yansu holatda bir taraf qilish kerak bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, bolalarga topshiriqni bisim hissiyatida emas, chingsung o'ynab o'tirib, bunday yezib o'tadigan narsa qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shunda biroq bu uyda eng xafa bo'ladigan ish nima? Topshiriq yezib bo'ldingizmi? Bolam, ma'lum topshiriq. Yezib bo'ldim, ma'lum topshiriqni bermagan. Yoki unda topshiriqmi yo'q, yoki men yezib bo'ldim dada degan bo'lsa, men ha deyman-ku. Bu bolalarga bek. Apisi kelib vash tekshiraydi, tekshirib qarasa, u topshiriq berilgan, ammo yezilmagan. Shuning bilan yozmagan narsani nimishga yezib bo'ldim dedingiz? Yolg'on so'zlagan narsa. Yolg'on so'zlashga yetib qoladi. Shuning bilan qattiq xapilish shu yerdan bo'ladi. Apisi xapiladi, men besiq turmay degandek. Axir u xapuliqni chaqchaqqa aylantiramiz. Eng yaxshi yeri apisining men yaxshi ko'radigan bir yerim xapib bo'lgandan keyin chiroyli tushgan bo'ldi. Shundami? Buni qanday ifodalaymiz desangiz, bayam degandagidek, Kerem gerçi kichigida beshigini tayyorlatgan bilan bolalar maktab kirgandan keyin ma'laqi uyinish jihatdagi bolalarning dars jihatdagisiga Keremning bu mezgillarda ancha vaqti chiqmadi. Chunki o'zining qilayotgan kasbi bor, keyin naqshlarni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Shular naqshni yaxshi ko'rgan, qo'llagan mushu nurg'un kishilarga cho'qim o'ziningki asr orqali daxli yaxshi ijodiyatlar bor. Shunga nurg'un vaqtini yana o'zining xizmatiga chiqadi. Ondan keyin bayamda meni chechilib qoldi deb, men hozir qanday o'ylayman desangiz, endi balkim hammamizni bo'lishi mumkin. Özümüzün balası pek akıllık duyuldu ki özümüzgüçü. Men balaga qancha kamra bo'ldim, men balani qancha tarbiyaladim degan unutib ketib, mening balam cho'qim bildim shuni. Birinchi vaqtda 1-1 qo'shsa 2 yoki 2 8 ni qo'shsa 10, 12 ga 8 ni qo'shsa nimishqi 20 ni bilmaydi degan o'ylamaykanmiz. U bildi mening balam. Bilish kerak. Chunki mening balamga eng aqlliq, eng o'moq deb o'ylaykanmiz. Ammo keyin topshiriq ishlagandan keyin bilmaydigan bular. Kichik qo'llarini sinab chiqqandan keyin neymiş ki bilmezsin de bu bilsiz gerek bu adımı hazırladım. İşte koşulan 8 10 doksuma kadar oldu hepsi kriz falan. Şimdi olan bu çoğun kızımınki bayamda da isteyen ben telefon tapşırdım. Işıldığınız mı orada ben işten keyif soruyorum. İşte olma bak degeni belki şu vakitte benim bir hata bo'lgan tarbiyamniki neticesi deb o'ylayman da. Çünkü şu vakitte ben besim qo'ydim bolaga. Çünkü mening nazarimda mening Shahnaz qizim degan sinfdagi eng oldin qatorda o'qish kerak-da, u hamma bilish kerak. Lekin amaliy ahvolda shu bu qizim mening cho'chigichu topshiriq degan gap chiqqandan keyin eng to'sratda men ishlavatdim da qo'ydichu. Qutulishning bir ma'nosini aytganda javob beradi. Besim bo'lib qolgan. Lekin haqiqiy turda yolg'on gap qildimmi deb o'ylasangiz, yana undan emas. Men kaygacha opam kaygacha mushuni men qilib ketma deb o'ylaydi. Lekin tugatamay qoldi. Men g'irli tizga qildim. Bir ish bo'lib qoldi, ya bir o'zi yaxshi ko'radigan bir ishlar saytdik, bo'lmay qoldi, shuning bilan xoplab qolma. Biz endi cho'ngidagi u tajriba saboqlarni kichigigacha yakunladik. To'g'ri. Biz kichigini maktab kirgizishdan burun har xil usullar bilan shu idrokdagi faoliyatlarga bor. Ashxil faoliyatlardan qatnashib boqdik, darslarni anglab boqdik, mamlakat a'zosi bilan. Undan keyin shu xil usullar bilan ham asli men xato qildim. Men bolamga asli mani cho'qim mening bolam eng aqlli bo'lganligi uchun bilish kerak demay, men uni tushuntirishim kerak-ka. Chunki endi siz naqqa o'ylasangiz, mush qoida o'ylaysiz, 10 barmoqingiz bog'u dakitimiz bolaga, lekin bular şu vaqtlar bilmaydi-ki, 10 barmoq bog'ini qolsa, albatta. Necha desa, "Amay sanaydi, mush qo'ldan boshlab sanaydi-chu." Cho'ng qizimni o savr taqat yo'qdi. Neymiş ki bilmaysiz deb qo'ydik. Kichigida o'ltirmiz saqlab. Sana. Mush 10 barmog'ini 10 qitim sanatini saqlab o'ltirmiz-chu. Shunga cho'ngidagi chechilish kichik kelganda ozildi. Andan keyin burunqi chechilib bo'lgandan keyin mening to'g'ri siz men yaxshi o'rganmadingiz, maktabda qilgan dars nimish qilgan, nimish olmadingiz, nimish o'rganmadingiz, nimish yozmadingiz deb bolani ayblashdan hozir
kichik kelganda xato qildik deb mendagi o'zgarish nima bo'lsangiz men kechirim so'rayman bolalarimdan masalan manga deb qo'ydi deb qo'yib men uyga kelgacha topshiriq ishlamagandan keyin men qattiq chetilib ketdimda chetilib bo'lib keyin kechirim so'rayman bolam xapilmang men bugun idorada mana ish bo'lgan shu o'zim misol oldira qolibdiman yoki bo'lmasa yo'lda kelgacha yo'lbak to'sib ketibdi mening qo'sqim ichib ketdi shu ro'y kayfiyatim yaxshi menga o'xshaydi shu sizga chetilib qoldim asli bu ishni bunday qilgan bo'lsak yaxshi bo'ladi deb tushundim Andan keyin u yerda men degan opangiz deb turolmay kechirim so'raymanchu. Men kechirdingizmi? Meni kechiramsiz u bu desam, bo'ldi deb quchoqlab qo'ydi. Bu ikki qizimning bir yaxshi qanasangiz, har qanday vaqtda yerib, masalan, idorada nurg'un besimlar bilan nurg'un ishlarga kelimizchu. Go'y vaqtida hatto shu 8-9 o'qituvchi kelgan vaqtimda ishni olsam, men chopinimni savolab, qishning kuni sovuqman unmay turib quchoqlab qo'yib saqlab turdi. Qo'lishaq. Baba deb cho'qim quchoqlab qo'yib saqlab turdi. Go'y Allohlardan mana shu xizmat sababidan tuyuqsiz telefon keldi-chu. Hozirlam idora qaytib kelsinlar kerak deb. Shu vaqtlarda oshxonada say qo'ratgan bo'lsak, paxlab o'tni o'chirman, chopanni tortman, manaman deb bu ikkisi ham topshirayotgan bo'lsa o'rnidan turib, "Apa, men mandoz idora mandim. Men quchoqlab qo'y, yo'lda qiling." Shu mening his qilganim endi balki nurg'un oilalarda bor Analar çeçildiğen, xatlaydigan, balalarning o'qishi, tarbiyasida biz erlardan og'rimdigan chu. Siz mening kuchimidingiz, men og'rimman gayda topshiriq qarab qo'ysangiz mamda u bu deb. Lekin bir oilada xizmat, ayol ikkilimizning xizmat, o'zimizning xizmat taraqqiy qilishimiz kerak ekan, bolalarga mamra bo'lish kerak ekan, lekin bolaning o'qish masalasiga ikkilimiz bir-birimizni to'g'ri tushungan asosda qo'llashimiz kerak ekan. Ham mening ham shaxsan o'zimningki his qilganim biz bir ayol kishi ona bo'lgandan keyin idoradagi xizmatni yaxshi qilgandan sirt shu onalik rolimizni yaxshi joriy qildirib bolalarga do'stidek biz xato qilganda kechirim so'rab undan keyin tarbiyani cho'qim kuchaytirishimiz kerak ekan. To'g'ri. Shuningdek izchil deymiz qo'y, bolalarni tarbiyalashdan burun oldi bilan onlar o'zini bir tarbiyalasak, undan keyin cho'qim munda qil deyishdan burun o'zimiz bir qilib baqsak, uning ham unumi yaxshi bo'lishi mumkin deb. Demak, hozir mush qisqagina 2-3 yil jarayonida ilgirki tajriba sohalarini yakunlab, hozir nayt yaxshi bir ko'ngillik bir kayfiyat shakllanibdi va yaxshi bo'ldi. Xo'sh bo'ldik sizlar uchun. Mau usulni baya merhaba nayt yaxshi xuloslab berdi. Men bu yerda nim demoqchi deganda, ba'zi ota-onalar uchun bunda qo'ylaydi. Bütün xafalıqni, bütün yaman keyfiyatimizni ishikning sirtiga tashib etib, bolalarning oldida cho'qim qachonli qarsa aptopparastak xo'shal holatimizni ko'rish kerak deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri. Unda biz bu ishning nari xato degan chog'da bola hissiyotli insonchu. Balaning kayfiyatlari bo'ldi, kichigidan tortib u kayfiyatlarga biz ism qo'yib berishimiz kerak. Bir narsani tashlaganda hozirgi hissiyotni, kayfiyatni ochiqlash deymiz. Mani ko'ngli yerim bo'lish deymiz. Mani mundaq deymiz deb shu mashq ilib berilish kerak. Endi uyda marabaning qilgan ishini nima degan chog'da men shunday xafa bo'ldim, kayfiyatimni kontrol qilolmadim. Kendin bir yaxshi yeri kayfiyatini kontrol qilamagan chog'da dadisi ay bolalarning oldida nimda bunda qilsa deb bolalarning oldida ayiblash yo'q ekan. Shu yerni yaxshi ko'rdim, to'g'ri. Yana bir yaxshi yeri nima degan chog'da bu apa sal ish o'tgandan keyin o'zining kayfiyatini tanishib, "Ay, ajab bir qilib qo'yibdimi yoki bayqi rol elishlarda, ajab iliqi vaqtda xato ish qilib qo'yibdiman" degan chog'da bolaning yeniqga barobar holatda, "Balam, shu chog'da munda bo'lib, mening kayfiyatim egizpas bo'pti ekan. Men sizdan kechirim so'rayman" deb har xil kayfiyatlarning bo'lishniki nihoyat bir normalligini bolaga singdiryapmizda. Bo'lmasa u qachonli qarsa biz ishni yipib turib yig'lab, ishni yipib turib ochig'imiz kelib munda qilsa, bolaning yig'ilg'isi kelgan chog'da "Opam dadam yig'lamaydi-ku, mening yig'ilg'im kelyapti, unda bo'lsa mening yig'ilishim xatomi?" deydigan bir qo'ymuq shakllanib qoldi. Amaliyot to'g'risi nima degan chog'da kayfiyatda kontrol qilinmay, as usullar bilan, qamlashmagan xato usullar bilan ish barlab chiqaraversak, u xato, u boshqa gap. Lekin shu kayfiyat shakllangan chog'da yo'shirmay, "Balam, hozir mening achchig'im keldi. Va ko'nglim yerim bo'ldi." Davlatimiz andin baldan kechirim so'raganda yana nima degan chog'da shu chog'da men munda degan chog'da sizning hissiyotingiz qanday bo'ldi? Siz qandayroq gapni anglashni xohlaydingiz deb bir so'rasak, "Mau bek yaxshi kayfiyat tangshash bo'ldi, rishta bog'lash bo'ldi." Andin yana bir yeri nima degan chog'da yana bir nuqta. Topshiriq masalasida uyda haqiqatan
Her xil hikoyalarimiz bor bo'ldi. Endi biz hozir nimaga yo'l qo'ymaymiz degan chog'da bala topshiriq ishlab bo'lmaydi shundaqo. Ishlab bo'lmagan chog'da biz ertasi maktabda yoki sinfda ifodasining yaxshi bo'lishi uchun, muallimning tanqidlamasligi uchun yoki biror tal qizil bayroqning oz bo'lib qolmasligi uchun chuqur ishlayotgan degan tarbiyani beramiz. Biz davatımız başından axırı his qoldirish tarbiyasi, andın özünün qilmishining kelib chiqqan oqibatiga o'zi mas'ul bo'lgan tarbiyani biz berishimiz kerak deb. Yana bir yaxshi usul nima mushna vaqtda degan chog'da balamiz rost ishlab bo'lmagan bo'lsa, shu chog'da rost bek kesh kirib ketgan bo'lsa, davomli ishlasa buning uyqusiga ta'sir qilib, atigi darsiga ta'sir qiladigan ahvol bo'lsa, unda bo'lsa to'xtatib ishlab bo'lamdingizmi? Ataqini ma'lumga tushuntirib beqing davetimiz. Andin yana bir to'liqlaydigan qadam nima degan chog'da darhol ma'lum bilan aloqa qilish. Mening balaim topshiriqni rost ishlab bo'lamidi? Ata loyiqada tanqidlasangiz bo'ladi. Shu tanqidlash jarayonida oqibatga ega bo'lish degan mundaq narsakan bir narsani his qilaversin bola deb ma'lum bilan yaxshi bir ko'riklik rolni o'ynasa, bola qaytib kelgandan keyin topshiriq ishlamasam sinfda bundan ishlar bo'ladi ekan. Unda bo'lsa, mening hozir qishim topshiriq ishlashgan deb ma'nuqtaga qaytib keldi. Rahmat, Muborak ma'lum shunday yaxshi xulosalab berdi. Bugungi bu suyumlik oiladami bek suyundik, ma'lum. Eng muhimi bir oila degan chuqum ikki odamninki tang qurib chiqadigan o'rtaq tirishchanligi bilan uningdan bir gullanadigan bir kichik makonga bo'libmi bayatda yog' deyishdik, mayli bolalarninki beshik tartish hikoyasini oldik, topshiriq ishlash hikoyalarini oldik, o'yin qo'yish, rol o'ynash hikoyalarini oldik. Buning hammasida bolalarni yaxshi tarbiyalaymiz deyotganimiz mushu oilaninki to'riga bo'lgan ikki odamning gapining bir yerdan chiqishi. Bu bolalar tarbiya qilganda chuqum bay siz degan bir nuqta mayli qarshi tarafdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar bolalarning oldida bir-birini rad qilmaslik, bir-birininki tatgan jafosini ko'rish, e'tirof qilish. Yaxshi qilolmagan yerda men rost yaxshi qilolmadim. Sening ma ishingga nisbatan men yaxshi qilolmadim. Ammo men yana tirishay. Men tuzday deyalashning o'zi bak muhimkan. Men bugun bak xush bo'ldim. Nimishqa deganda marhabami dedi. Chunki xizmatim oldirash, men rost chiqyalarim undamda qilolmagandim. Lekin bu jihat rost keramda jiq kuchidi. Lekin keyingi kelganda men rost bunda qilolmadim. Haqiqiy. Chin hissiyat, chin bo'lgan vaqtda uningdan biz boshqalarga, bolalarimizga bo'lsin, atrofimizdagilarga bo'lsin, rost ta'sir qildi ekanmiz. Ondan o'zimizni o'zgartirish orqali atrofimizdagilarni biz o'ylagandek texmi yaxshi, texmi go'zal bir manzillarga boshlab bora olganmiz. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Xush bo'ldik. Bo'ldi oxirida sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qizlar ko'ngil sog'imiz bor bo'lsin, ma'lumki? Misran. Misran qizlari, vallahi yaxshi ko'rib yeydigan. Uningdan boshqa buni balla ishlasin bo'ldi, yoki maraba putchilab ishlasin bo'ldi. Bu bizningki cho'milniki yangi mahsuloti, shu birsi hazm qilish iqtidorini yaxshilaydigan, yana birsi immunni yaxshilaydigan jo'yinchi dorilik cho'pchilanmasi. Balla ishlasinmi, maraba ishlasinmi maskeli burdi. Ankin cho'milning sizlar yaxshi ko'rib pishiladigan, vallahi juyinish yurishligi. Men juyindim. Vallahi Anakin eng muhimi bu bizning yangi ishlagan bu qitim mahsulotimiz kalsiy sinik ichimligi bilan ko'p xil vitamin ichimligi bolalarimiz uchun. Undan keyin al-xumarning, voy bab, to'yliq sonni qachqaga kaçırız qara. Al-xumarning Kiyog'ul balaga al-xumarning ta'minlagan, shu erlar uchun ishlangan G'ozboy o'simlik javhariy chosh asrash mutaxassis. Kashladimiz ikishlar chashlarimiz chiqib qoladi. Aziz uchun, maraba uchun al-xumarninki jigdi ilmiy aqsilliq chash sopini, buni xonim qizlarimiz ham pek yaxshi ko'rib shildiq-ku. So'g'lan tayyorlab qo'yadi. Undan boshqa yana idrakninki shu bisim yangilatish go'rini kim bilmaydi. Kirisiga kerak. Bu idrakning eng yangi mahsuloti bisim yangilatish hamroyini sizlarga o'qildik. Anoniki bolalarimiz uchun yana bir so'g'itimiz bor. Bu bo'lsa idrakning ta'minlagan oilaviy qumtaqda o'ynash ilti, undan keyin chaqmoq tezligida o'gidish usulini o'rgatadigan bilan. Tasavvur qurdim bilan. Dilnaz qizimizga. Bilan bolam. Sizlarni saqlaymiz, unda bo'lsa. Sizlarga rahmat, chuqur. Shu muborak ma'lum o'z yetakchilik qildi, idrokka berib shu oilaviy qumtaqda o'yinni bir o'ynab beqishinglarni tavsiya qilamiz. Bo'ldi, oxirida sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ishimizki bugungi programmamizdami ekran oldidagi do'stlarimiz o'zlarining nurg'unlagan savollariga javob topdi. Xudo xolsa kelar haftalik programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Analar izlеген sifat. Balalar teşna xuşallık. İşenç, muhabbet, çümül aileside. Ana muhabbeti en saftır. Çümüle balalar yürüyüş asraç soğatlık yürüyüşlüğü. Çümüle. Hozirgi zamonda kim chechig'i yilim chopidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chopdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilimi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilimi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqroq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilimi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilimi quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana ballar, abida gazliq soda suyini muz bilan tashlabsiz. Bakbayzi. Har bir yutumda sizga o'xshamagan ta'm tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa